Kakadu Farmdan mana bunaqa noyob turlaridan, double bilinglardan oldik. Boshida kelganda tanlab qo'ydik, mana nasib qildi kelib olib ketyapmiz. Mo'minjon aka, katta rahmat sizga. Ziyon kelguncha oldirib qo'ydilar bu qushlarni. Ko'pchilik ko'pchilik so'rashdi, mana sizga nasib qildi. O'zimni yaxshi ham oldirib qo'ygan ekansiz. Hamma qoravoylar bo'ldi mana. Ular internetda ko'rib, havas qildilar. Baholatda ko'paytiramiz, videolarni qo'yib boramiz. O'zidan ko'paysin aka, baholada hammasi. Hali baholasa yana asartini qilamiz. Beraman aka. Ro'zorlarni beraman aka, baholada. Kimgadir mana shu qushlar oddiy bir siqim qattiq tuyulishi mumkin, lekin biz uchun bu orzu qilib, kutib erishilgan narsa. Buni puliga to'g'risi bitta mashina beradi-yu. Endi yaxshi zo'r ekan. Kelib, mana shu yerdan qush olinglar, to'g'risi internetda ham yo'q qushlar bor ekan-da bu yerda. Maza qildik, deb tomosha qildik, atmosferani bir boshqacha zavq oldik. Qushlarni olib ketyapmiz mana, yillarini, saralarini. Akani ko'pchilik tanishadi. Shu qush blokini nechinchi yildan beri boshlagansiz yurishni? 2018-2019-yilda boshlaganmiz. Bu yerda qush anaqasini olaveradiganlar yo'q edi. Blokni olaveradi. Akalar birinchilardan boshlaganlar. YouTube'da ham bor profillari. Instagramda endi yurgizadi. Instagramda endi yurgizadilar. Hozir qush blok yuritadiganlar juda ham ko'p, lekin aka birinchilardan bo'lib boshlaganlar. Hozir YouTube'dagi oldingi kanalimiz blokka chiqib qolgan, ochilmayapti. Hozir yangi kanal ochib yurgizyapmiz. O'tib olinglar bu qo'ysa, qushlar haqida ma'lumotlar, bu yerda ham asartini qushlarni syomka qildik. Ularni ham yuklaymiz. Bizi fermadagi qushlarni bir 5 yil, 6 yil oldingi syomkalari ham bor. Sizda turgan aralar, oldingi syomkalarimiz ham, ish syomkalarimiz ham bor. Aka birinchilardan bo'lib olganlar.